Ana atrasga Ana. Ayağına başlayacağız da. Eshitmagan nima deb yozardik? Bundan boshqa davom etaymi? Mana keyingi so'z ko'rib oling o'z ko'zingiz bilan. Ismi Mayngut ishlamayapti. Alfagut. Alfagut ishlamayapti. Siz qarab oling. Boshlayman. Yana ko'taraman yana Я получилось. Вот я написала программу специально, чтобы поуправлять Google. Вот допустим, я написал специальную программу. Turburchak dunyo. Nima tegdi? Usmanga ayting. Qo'lini ushladi. Jim. Bu nima? O'yin. Nega mana? Men javob Shunchaga tegirsa ham bo'ladimi? Shunchaga o'zidan o'zini. Mana qaranglar, nima bu qanaqa so'z yozilgan? Shat yozilgan ekan bu. Nima yordam bering? Ayting. Va ayol o'qiyapti-ku, chaqaloqchiga nima uni ovoz bilan qaramasdan soatda aytsalaring 5 ketadi. 9:05. Hamma qarab o'tirgan. Adelaga qanday qarayapti? Aytdimi? Qarang, mana bu. Yo'q, men kelaman. Yo!
Mana o'zlari. Mana Atributlar tushuntirdimi? Atribut, mana yerga yozilgan hammasi atribut bo'ladi. Spec bezmi. Keyin video olib kelish ko'rsatganman, audio olib kelish ko'rsatmaganman. Keyingisini koordinat qilish. YouTube'da video olib kelish bo'lar ekan. Ikki narsa ko'rsatish kerak. Birinchisi bizda YouTube'dan video olib keling. Bu shaxs kanalini bilmasin. Bitta ochilmagan kanaldan bo'lsin. Masalan, buni YouTube'ga kiryapman. Ko'ryapsiz. Menda YouTube bor, hamma YouTube'imiz bor. Men mana shu YouTube'dagi videoni men maqsad kerak, bu yoqqa olib borib qo'yishim kerak. Nimaga? Boyagi bosgan, sal bosganda mana shu video borish kerak o'sha. Ko'rinishi. bu bizning 573 ta bor. Demak, ketib bosamiz mana shu share qilyapmanda, qaranglar. Ko'ryapsiz, mana shu sosiy bo'ladi yoki bizda nima qilishimiz mumkin? MB. Kodini ochishimiz mumkin. Qarang, mana kod. Ko'ryapsiz? Shuni to'liq o'chiramiz. Bir yoki mana kapillar qisming bilan to'liq o'chirib oladi. Bizda mana pastga tushib turib shuni tashsak, nima bo'lar ekan bu? Altida qilamiz. Mana shuni yozib, mana shu narsa bo'lar ekan. Bizga endi ochib ko'rsak bo'ladi. Qayerdan ochib ko'ramiz? Albatta bizda Chrome'ni. Shunday refresh qilsak bo'lar ekan, u katta bir nomga keladi. Video ko'rsatmada audio kontrol ekan, faqat nima qilayotgan, ovozni eshitib beryapti. Videoda shunaqamdir. Videoda ichiga bergan, bunaqa, ichiga bergan, to'g'rimi? Bo'ldi. Bu narsani deyapti. Keyin dars qilyapti, endi bunga o'tamiz. Ishlash, bugun mavzu bo'ladi. Bugun mavzu ekan jadvallar bilan ishlash. Kimdir jadvallar qilganmi? Yo'q. Yaratganmiz-ku. Shu tipi haligi 24 jadval yaratamiz o'zingiz. Uyga ismi qasdlardan tushadi. Mana shu jadval uchun. Sakki biroz xatir ko'rinmayapti. Kamdir bo'lmaydi. Chunki uni chiqganligi kapret turadi, yo'q ketmaydi. Kapret turmasa? Shunday bo'lsa ishadi. Usul yo'q ketmaydimi? Yo'q ketmaydi mana o'zgalar. Yo'q bo'lmaydi. Ketdi. Biza nima ochirganman? Izda ham bor edi, ochardik table. Table bo'lib bor edi, izda. Table ochib oldim. Buni orqasi oxiri bor, table deb yopilgani bor. Demak, tableimiz ichida bitta bo'lim bor. Masalan, qaranglar, ochilish qarang, boshida. Qarang, boshida yozilgan matnlar bo'ladi-ku. Kirganimizda T yozayapman. Endi T hash bor. Boshi bo'lgan shu T hash ochiladi, qaranglar. Nima qilamiz? Birinchisiga raqamlar. Raqamlar, to'g'rimi? Ketma-ketlik. Ne o, to'g'rimi? Ne o kichik narsa bo'ladi. Yonidan-chi? Yonidan. Keyinchi ne bitta hash. Hash ne hash mana. Yoshi va keyingisi kasbi. Siteroniga kasbi aytib tushiramiz. Kasb kasb, yosh va lekin ismi. Bitta bizda nima bo'lyapti bu? Ochib ko'ramiz, qarang, qanday bo'ldi. Yozolay. Yozolasiz, keyin yozolasiz, tushunmayapman. Ko'ryapsiz, yomon bo'ldi. Shuni pastiga nima qilamanmi? Raqam qo'shib kerakmi? Ko'ryapsiz, shuni pastida raqam qo'shib kerak. Mana bu pastida nima qilish kerak ekan? Raqam qo'shib kerak. Ha, qaranglar. Demak, mana bu turadiga ketdi. Yana tirni ochaman. Tirni ichida nima bor ekan? Mana. Buni shuni to'xta deyish kerak. Yugurgiz qo'yaman deb. Ota kompyuterdan hech qolmaydi. Qarab gap deyishmaydi holatda. Rossiya boshqa. Uyga. Ha, Rossiyaga ketib qoladi. Mana bu gapimizni qaraymiz. Jadval bo'lishini aytmayapman. Ko'ryapsiz? Jadval bo'lishini aytmayapti. Chiziqlar yo'q. Nima deyish kerak ekan? Chiziq. Initialsizga border. Border 5. Qaraymiz. Mana. Wow. Kirib qoldi, kompyuterda.
Ko'ryapsiz? Do'stmi, yoshkasi, nonimi? Ne o? Raqam. Nomerda. Qani yozib olamiz. Ko'rmayotir. Qani, yering. Jadvalisi pastda. Voy bile. Pastda o'tkazib bo'ladi. Tepadan kirib, trillion. O'zi yoqib bermadingiz menga shu. Mana yaxshi. Kansini. Aqay, to'g'riroq. Yo, mana olikini deb pullarni. Tepadan yoqaman, buzib olasiz. Tepadan. Qaysi o'zi ketdim meni. Siz iyisi so'raysiz. Qo'l yechib ber. Siz ishingizlar. Mana qarang, tepadan boshlaymiz. Tepa. Ko'ryapsizmi? Yufani. Qarang. Body tanasi ichida tebl bor. Tepadan boshlaymiz. Body taydan hozir. Ularni olgan adil sal mol bo'lmagan. Tepadan boshlaymiz. Adil menga o'rlashdi. Aslan diyeyim. Amına gizli o zaman. Koyun bekliyor. Ha ha. Dedesi falan bakıyor. Özü pronası örgüne yapıyor bu oğlum dedi. Örgünesin. Ha dedim. Şu kalbimde o iş yapmışım sen. Allah istedim. Otmay yürüyümle oğlum qaramak istedim mol bile. Mana bunday o'zayapman men. Dersen ki. Mana uchiq tishim gapirib ko'chirib. Mana aytdi. Ha, o'zimga tashib bering shu telegramdan papkasini. Papkasmi? Hammalarini tashib bering. Hammasini. Telegramim bormi? Qaroqchi. Qaroqni chaqir. Oğlum uçurunu. Kelimesi. Kerimiz. Kana yozam. Aslında bu da hoş verin. Aslında yaptı hoş verin. Yo'q. Öyle. Tede bu tipe suçu sana uçup yaptı. Ya tede kaç tipe sana uçup. Tede ise megan şunası. Bravo. Tagidan yana yozaymi? Taygan anası verin. Tövbe deb o'zing. Yok. Kana uçup. Hayır. Yaxshi bor kuchuk deb. Yo'q. İşten gel. Sağdan değil. Böyle oturarız. Siz kim? Şaka dedi. Ha, shakka. Abro kısmı öldüremez. Çıkabilirsiniz. Nega qitqlaydigan aka? Ketdim. Aşağıya baktılar. O'zingizni bilan amaldagi yuz boshqa boshqarasiz-ku? Mana. Вот. Böyle mi? Şimdi sen başlarsın. Kattaga sarı o'ylaydi. Mana, achishlashyapti. O'ziga aytyapmiz. Mana ishlamay sabab bor, maktabda bittasi dolanchi ishini Evet, müşteri dolanchi ishladi. Yani razmet için oldu. 6 bo'lsa 6. Bu 800.
Going is just be. Eng kattasi shunday. Eng kichkinasi lekin qor rasmi o'zingizdan keyin o'zgaryapti.